2000-yil mamlakatimizning janubiy sarhadlariga suqilib kirishga harakat qilgan buzg'unchilarga qarshi kechgan janglarda millatning mard yigitlari mustaqillik himoyasi yo'lida qahramonlarcha halok bo'lgan. Baxmal tumanidagi harbiy qismning kechki yo'qlama daftarida ana shu o'g'lonlar nomi hanuz qayd etiladi. Bu yurtning har qarich yeri muqaddas. Tillo tosh bosolmas tuproqlariga. Tog'larning qa'ridan keladi bir sas, jo'r bo'lib yurakning titroqlariga. Shon desang, vatanning shonini ko'tar. Jon desang, vatanga uni tortiq et. Har kimga munosib bir qismat bitar. Uni sharaf bilan shunday yashab ket. Sherga shikor berar sherligi uchun, elga hikmat berar birligi uchun. Yigitga vatanni asramoq taqdir, qo'rg'onligi uchun, erligi uchun. Quloqda qo'rg'oshin misol o'gitlar, dilda qasam, taqdir aziz boshida. Tizzasi yo'q mardlar, turki yigitlar tik turib uzildi vatan qoshida. Bag'ring alvon bo'ldi, ko'ksingchi oppoq. Noming dildan o'chmas bir shan bo'libdi. Sharaf qoning bilan poklangan tuproq bugun shunday ulug' vatan bo'libdi. Bu vatan bitmagay to tuz bor ekan. Ishqi bilan dilni cho'g'lab o'tamiz. To vatan bor ekan, to so'z bor ekan, sizni butun umr yo'qlab o'tamiz. Katta leytenant Mahmudjon Jalilov vatan himoyasi yo'lida qahramonlarcha halok bo'lgan. Leytenant Boburjon G'aniyev vatan himoyasi yo'lida qahramonlarcha halok bo'lgan. Leytenant Sayyor Sadinov vatan himoyasi yo'lida qahramonlarcha halok bo'lgan. Katta serjant Elomon Otajonov vatan himoyasi yo'lida qahramonlarcha halok bo'lgan. Serjant Qahramonjon Madalimov vatan himoyasi yo'lida qahramonlarcha halok bo'lgan.